Assalomu alaykum, marhamat, o'zingizni tanishtiring. Mani ismim Javohir. Triplar akademiyasida boshlang'ich bilimlarni olib turib, xudo xolasa o'qishni boshladik. Birinchi oyimiz ketyapti. Natijalar yaxshi, yomon emas. Ha, zo'r Javohir. Aytgancha, kimda kim niyati bo'lsa, mana shu o'rtada turib olib, bemalol niyat qilish mumkin. Mana ismim Javohir. Gap yo'q, Javohir. Qarang, Triplar akademiyasida o'qishni boshladingiz, to'g'rimi? O'qishni boshlamasdan oldin boshqa joyda o'qiganmisiz, yo'qmi? Yo'q, o'qimaganman. Tradingni qiziqmagansiz, o'qimagansiz. Qiziqqansiz, lekin YouTube'lardan ko'rib, o'rganib, boshqa joylardan ko'rib, o'rganib yurganman. Lekin o'zim mustaqil bitta ustoz ko'rib, oxirigacha bormaganman. Endi nasib, xudo xolasa, sohani oxirigacha o'rganish maqsadida Triplar akademiyasini tanladim. Xudo xolasa, ham natija bilan shu qilamiz. Boshqa iloji yo'q. Конечно. Bitta narsa bor. O'zingiz o'rganib yurgansiz, to'g'rimi? Qidirib, YouTube'dan ko'rib, o'sha nima uchun yetarli bo'lmadi deb o'ylaysiz? O'sha savdo qilishga, daromad qilishga nima uchun yetarli bo'lmagan deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda intizom bo'lmagan. Birinchi o'rinda intizom bo'lgan joyda har doim o'sish bo'ladi. Intizom bo'lmaganligini hisobiga o'rganish shunaqa slabilashgan hamda keyin disiplina degan narsa bor. Baribir o'qituvchi ko'rish kerak. Misol qayerdadir nafs kontrol qila olish kerak. O'sha narsalar bo'lmaganning hisobiga bari o'sish bo'lmagan deb o'ylayman. Oxirigacha borilmagan deb o'ylayman. To'g'ri. Xo'p, Toshkentda shuncha akademiya bor, shuncha o'quv markazlari bor. Orasidan men o'zim uchun bilaman Triplarni nima uchun tanlaganingizni, lekin menga qiziq, siz nima uchun tanlagansiz? Triplarni tanlashimiz sababi, asosiy sababi har doim natija muhimda, hammaga natija kerak. Misol kelib turib hamma 3 oylik kurs o'qigandan keyin yo 1 oylik kurs o'qigandan keyin hech kim men treyderman deya olmaydi. Kelib turib har bitta odam rezultatini qilib bera olmasa, menimcha o'sish bo'ladi deb o'ylamayman. Rezultat qilinadi, undan keyin kelib turib anaqa ko'rib turganingizdek, o'zi ham Toshkentning sentridamiz. Ishni joyi emas, baribir endi zdaniyani o'zi ham gapiradi-da. O'shani hisobiga men Triplarni tanlaganman. Xo'p, o'quv dasturi haqida to'xtalsak, o'qiyapsiz, ilm olyapsiz. Adashmasam 3 hafta bo'ldi, kelganlaringizga 3-hafta ketyapti. Xo'p, ustozlarni bilim berish salohiyati qaysi darajada bo'lyapti? Yaxshi o'rgatyaptimi, yo'qmi? Bilim berish salohiyati menimcha eng maksimum o'qituvchilar deb o'ylayman hammasini. Chunki bu yerda dars berish o'zi ham eng kuchlilari bo'lishi kerak-da. Baribir bu joyda har doim eng kuchlilari chiqib kelgan, undan keyin ham eng kuchlilari bo'ladi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Rahmat. Endi yana bitta savol. Siz necha oylik darajada tradingni o'rganishga mehnat qilyapman, o'zim urinyapman deb o'ylayapsiz? Yetarlichami yoki yetarlidan kamroq? Aql bilan yondashadigan bo'lsak, yetarli emas. Agar ko'ngil hissiyotdan agar ish qiladigan bo'lsak, yetarli deb o'ylayman. Har odam o'ziga rahmi keladi. Miya bilan o'ylasangiz, odamzod o'ziga rahmi kelmaydi. To'g'ri. Bari kamchilik bo'ladi. Ustozlar qattiq qo'lmi? Qanaqa ustozlar o'rgatishda? Talab qilishda qattiq qo'lmi? Talab qilish, qattiq qo'llik bor. Chunki qattiq qo'llik bo'lmasa, rivojlanish bo'lmaydi. To'g'ri. Demak, kontrol birinchi o'rinda bo'lyapti. Ilmlar sizga ma'qul. Endi kelajakdagi maqsadlaringizni shundoq ham bilamiz. Jamoada qolish, eng zo'r bo'lish. Xudo xolasa mana shu niyatlaringizga erishing ilohim. Biz bitta maqsad yo'lida birlashgan insonlarmiz, bir maqsad yo'liga ketyapmiz. Sizni akademiyamizda xush ko'rdik. Rahmat.